Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum Bog'dod ahli, assalomu alaykum YouTube obunachilari, kuzatuvchilari. Biz Bog'dod tumanida joylashgan ko'rigimiz yonida Nur 571 elektromarket do'konlarimizni ochdik. Ushbu do'konda elektr sohasiga tegishli bo'lgan barcha jihozlar bizda. Ichkari kirib bir ko'ramiz. Ushbu do'konimizda barcha yo'nalishdagi, barcha turdagi lyustralar mavjud. Haydek yo'nalishida ham lyustralar mavjud. Bu tarafga keladigan bo'lsak, ustalarimiz uchun ishlatilgan bolgarka toshlar, barcha turdagisi, atverkalar, ombirlar, qisqichlar, aboy pichoqlar, kisochkalar, barcha turdagi o'lchagichlar, metrovoylar, bu tarafda suv nasoslari, barcha turdagi va barcha vattdagi 18 vatt, 36 vatt bu yog'imizda 48 vattli ichki va tashqi Viral va Prime kompaniyalariga tegishli bo'lgan akrillarimiz bor va Prime firmasiga tegishli bo'lgan LED lampalarimiz bor. 7 vattli, 15 vattli va hokazo qilib beramiz. Tepaga qaraydigan bo'lsak, yotoqxonalarimiz va mehmonxonalar uchun devorga o'rnatadigan biralarimiz bor. Barcha turdagisi plafonlarimiz bor. High-tech yo'nalishdagi plafon, bus plafonlar bor. Xo'p, bu tarafga keladigan bo'lsak, dumaloq svetilnik, xo'p, ko'prali va to'rtburchakli projektorlar, high-tech yo'nalishidagi bo'lgan ключатор va razvedkalarimiz bor. Bular nimaga high-tech yo'nalishda degan, bular eridiki, lekin yonmaydi. Sifatli Prime firmasiga tegishli bo'lgan ключатор, buni antennaliki ham bor, setoy kabelliki ham bor. Xo'p, barcha turdagi galogenlarimiz bor. Setoy lentalarimiz bor. Xo'p, ichkariga kiradigan bo'lsak, qisqa qilib aytganda, ko'p gapirmayman, elektr sohasiga tegishli bo'lgan barcha jihozlar bizda. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Bizda elektriklanib ishlatilgan barcha turdagi va barcha razmerdagi ust kabel, bez kabel va wire kabel kabi turdagi o'lchamda va turli xil o'lchamdagi kabellarimiz ham mavjud. Xudo xolasa biz do'konimizga tashrif buyurganingizda boshqa do'konlarga qaraganda ancha arzon va hamyonbop narxlarda mahsulotlarimizni sizga даже dastavkasi bilan yetkazib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Manzilni eslatib o'taman, Bog'dod shaharchasidan chiqqanda Kurikning chap biqinida joylashgan bizning do'kon. Ushbu videorolikni qurish qilib turgan aholalarimizga bitta like bosib jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.